Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Akalar, bizda bugungi obzorimizda bas modeli bo'ladi. Bu juda ham ko'p odamni yoqyapti va uylarga dastlabki bo'lib boryapti. To'liq ma'lumotimizni Sarvar akamizdan olib o'tamiz. Sarvar aka, bu motorolimiz haqida bir ma'lumotni berib o'ting aziz yurtdoshlarimiz uchun. Assalomu alaykum Oyatullo Uz kanalining qadrli kuzatuvchilari. Bu modelimiz Alp kompaniyasida ishlab chiqarilgan 1,5 tonnalik Bars modeli hisoblanadi. Bu modellarimiz Oyatullo aka va qadrli kuzatuvchilar juda ham dehqonlarimizning sevimli modeli hisoblanadi. Juda ham ko'pchilik menimcha olyapti. Albatta. Uylarda ishlarga yoki o'zlari bir narsa toshmoqchi bo'lsa, qo'zmagi bor akalarimiz bo'lsa ham juda ham ko'pchilik menimcha olyapti. Puliga yarasha narsa. Aka turishiga qaraganda anchagina baquvvat narsa. 200 kub объем dvigatel aka. 180 lik bortga 200 kub объем dvigatel nihoyatda moshni kuch bo'ladi. Qo'shirama hisoblanadi aka. 24 litrli benzinli bak. Benzin, toza benzin zapravkadan quyishaveradi aka. 80 benzinda bemalol yursa bo'laveradi. 80 benzinda yursa bo'laveradi. Motorga aka buni motorini ichki detallari Yaponiyadan keltirilgan. Yaponiya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan va karbyuratori yaponskiy hisoblanadi. Toza. Bular o'zi asli benzin tanlamaydi, lekin O'zbekiston sharoitida baribir benzinda sifatlisini qo'ygan yaxshi. Endi bu haydovchi texnikaga beradigan mehriga qarab turib o'zi beraveradi aka. To'g'risi bir xil joylarda 92 benzin deb sotishayotgan narsa 80 dan ham past chiqib qolyapti. Aslida aka, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, boshqa joylarda ko'ryapmiz aka, benzin narxlarini tekshiradigan bo'lsa, endi har xil chiqib qolyapti. Endi hozir yangi O'zbekiston ko'p zapravkalar mana o'ziga kelyapti. Rossiyaning benzinlari bor, o'zimizni mana Buxoro benzinlari bor, Farg'onaning benzinlari bor, yaxshi benzinlar bor aka. Har xil turdagi benzinlar bor. Endi bu motor yurishiga qarab, bemalol qo'yib yursalar ham bo'laveradi. Aka, vilkalarning razmeri qanaqa bo'ladi bunda? Vilkasini razmeri aka bunda 63 lik bo'ladi. 12 ga 5 lik simlik sayvon balon hisoblanadi. Simli balon. Albatta, mototsikl og'ir yuk bilan yurishi uchun maxsus chiqqan balon. Xo'p, aka, haydovchi minish boshqarishi uchun juda ham qulay. Rul priborlari oddiy, sodda qilib ishlangan aka. Zamonaviy tablo. Oldida mana nimalari bor aka, to'sib turadi. Shamoldan to'sib turadi aka. Yonida udobsiyasi bor aka. Yumshoq shekilli menimcha. Keyin ko'pchilik aka пониженный повышенный передаcha so'raydi aka. Пониженный повышенный передachasi bor aka. Antifrizlik. Bortini aka chuqurligiga alohida ahamiyat beringlar. Nima yuk bo'lsa, aka Oyatullo aka, hurmatli kuzatuvchilar, buni ichiga sig'ib ketaveradi. Bu anchagina chuqur narsa. Moshni narsa. Yuk yuklasalar, nimaga ko'p bo'lmasa, ichida bor yo'qligini ham bilinmasa kerak menimcha. Buni bog'bonlar nimaga suyib xarid qiladi dedim. Hurmatli kuzatuvchilar, Oyatullo aka, buni dehqonlar mana ko'chatda ekadi, uzun bog'bonlar, boshqa bog'bonlar qayrilib olishga qulay. Lekin borti chuqur. Shu taraflama ham o'ylashibdi. Balon holatlarini ko'rib turibsizlar, ancha sizlarga xizmat qilib beradigandan bo'ladi. Most qanaqa mostdan bo'ladi aka bularda? Aka, buni aka zatniy mosti, Damas'ning zatniy mostida $180 o'zi qimmat turadi. Zatniy mosti aka, ichkari nihoyatda detallari umuman boshqa narsa. Buni yechib ko'rgan usta o'zi yaxshi tushunadi aka. Detalli mancha qilingan hammasi. Detalli qilingan aka. Bu aka nihoyatda baquvvat model, o'zi 1,5 tonnalik yozilgan bo'ladi, lekin aka 1 tonna 800 yuklaganini ham ko'rdik, 2 tonna yuklaganini ham ko'rdik. Aka, bunga xohlasa aka kabinka ustanovka qilib beramiz aka. Xo'p, buni rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodlari benzinda yuki bilan qancha, yuksiz pusto yursa qancha rasxod qilyapti aka? Aka, yuksiz yuradigan bo'lsa 5 litr rasxod qiladi. Bu 5 litr 200 kub объем dvigatel, masalan 5 litr o'zi pusto holatga rasxod qilinadi deyiladi. Endi yuki bilan yuradigan bo'lsa 7 litrgacha rasxodi chiqadi aka. Motorning o'zini og'irligi aka 34 kilo. 34 kilo motorning o'zi. Buni xarid qilishgandan keyin birinchi aka, bu sifatsiz motorlarga o'xshab masalan 1000 kilometrda masalan 3 marta yog' almashtirasiz deydigan unaqa narsa emas. Bunda 500 kilometrda bitta yog' almashtiradi, keyin har 2000 kilometrda bitta yog' almashtiradi. Motor yangi bo'lganligi uchun 500 kilometrda bir donagina almashtirib olsalaring, keyin 2000 kilometrda bemalol almashtirib yursalaring bo'laveradi. Menimcha aka to'liq ma'lumotni berdik bu motorimiz haqida. Agarda sizlarga ham boshqa turdagi motorlar kerak bo'lsa, kabinka deysizlarmi, pol kabinka deysizlarmi, oddiylardan deysizlarmi, xullas pullaringga yarasha o'zlaring xohlagan sifatlaringda bemalol Vodiy Motor kompaniyasi sizlar uchun topib berishi mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, xohlasa chiroyli qilib berishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyatida. Xo'p, aka, manzilimizni o'zingiz bir donagina tushuntirib bering. Manzilimiz aka Farg'ona shahar.
Farg'ona shahar kichik halqa yo'lida aka, yo'lni bo'yida ko'rinib turadi. Aha. Istalgan taksist yoki bo'lmasam olib kelib eltuvchi aka aytsa, Vodiy Moto kompaniyasiga desa tushuntirib ko'rsatib berishadi aka. Undan tashqari mijozlarimiz kelishadigan bo'lsa, uzoq yo'ldan kelib ko'rib mahsulotni olaman deydigan bo'lsa, biz yo'l kirasini bir tomonini qoplab beramiz aka. Shu tomonlari ham bor. Albatta. Endi aka, manzilimiz Farg'ona shahar kichik halqa yo'lida aka. Bu yoqda nimani Joydamda chorrahasi chap tomonimiz, o'ng tomonimiz Yormazorda chorrahasi Tantana mehmonxonasiga yetmasdan yo'lning o'ng tarafida. Yo'lning o'ng tarafida o'zi mana labolarimiz va boshqa turdagi murabbiylarimiz turgan bo'lib bemalol kelaverasizlar. Xohlasa Sarvar akamiz o'zlari kutib olib, dastavkalar bo'lsa, dastavkalarni ham chiqarib berishadi. Mototsiklga qiziqib kelib bitta meni ketaman deyishadigan bo'lsa, siz kanalingiz obunachilari bemalol kelishsa bo'laveradi aka. Xudo xolasa agar qiziqishadigan bo'lsa, bunaqa mototsikllarimiz ham bor. Keyingilari bo'ladi aka buni? Bu 250 kublik bo'ladi. Buni keyingi mototsikllarimiz obzorini keyingi videolarimizda Xudo xolasa chiroyli qilib siz bilan birgalikda qo'yib beramiz. Aha, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kungi shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaysizlar degan umidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.